tug'ilgan kun bilan tabriklasa bo'ladimi deganda, o'zi aslida tug'ilgan kun nishonlash o'zi shariatimizda yo'q narsa bo'lsa, qanaqa qilib tabriklaysan uni deydi. Aslida tug'ilgan kun degani o'limga yana 1 yil yaqinlashding degani. Shu bilan tabriklaymizmi biz? Ya'ni 1 yil sana hayoting tugadi, o'limga yana bir karra yaqinlashding degan ma'nosi bu tug'ilgan kun degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushanba kuni ro'za tutganlar, men o'sha kun tug'ilganman deb turib ro'za tutganlar. Masalan, tug'ilgan kunlarida har hafta ro'za tutarlar, dushanba, payshanba kunlari. Shuning uchun tug'ilgan kun bu shunaqa, ya'ni oxiratga yana bir karra yaqinlashdi degan ma'noda. Nishonlanish qanaqadir mantiqqa to'g'ri kelmaydi o'zi. Tug'ilgan kunni nishonlash. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, ma'nosini, mazmunini chaqdinglar deb o'ylayman. Meni tug'ilgan kunimni hech kim tabriklamadi deb sira xafa bo'lishga o'rin yo'q. Bu ham bir yaxshilikka. Bu videoga bitta like bosib, komment izohlarda qoldirib, shunaqangi do'stlaringizlarga yuborib qo'ysanglar ancha manfaatli bo'ladi.